o'zgarmoqda. Mana shu sharoitlar, mana shu binolar, umuman mana shu hamma berilgan imkoniyatlar o'zini natijasini beradi. Ularga yaratilgan sharoitlarni inobatga olgan holda yangi O'zbekistonda qurilishida, rivojlanishida o'zlarining salarini qo'shadilar, ko'paytiradi. Safida haqiqiy harbiy xizmat o'tamoqni ariza yozib keldi. Muhim obyektlarni qurilish bo'yicha. Yozuvni imkonlari topshirsa, shunga ma'lumot beraman. Barchalarga chiqarganlarga kiber xavfsizlikka alohida e'tibor qaratilgan. Yangi ma'lumotlar bazasi kuchaytirilmoqda, bo'sh ish o'rinlari mavjud. Aynan sizning infratuzilmangizda kiber xavfsizlik sohasi bo'yicha qanday chora-tadbirlar amalga oshirildi va imkoniyatlar mavjud. Bugun dunyo o'zgarmoqda, dunyo raqamlashtirilmoqda. Bugungi eng asosiy dastur biz Milliy gvardiyani raqamlashtirish bo'yicha dastur bo'yicha IT texnologiya bilan birga sun'iy intellektni kiritmoqda. Bugun biz yoshlar bilan o'tkazilayotgan navbatdagi ochiq muloqot tadbirida turibmiz. Manzilimiz esa Nurafshon shahri. Milliy gvardiya qo'mondoni general-polkovnik Bahodir Tashmatov yaqindagina muddatli harbiy xizmatni o'tab bo'lgan yigitlar hamda Toshkent viloyati yoshlari bilan ochiq muloqot o'tkazmoqda. Uchrashuv davomida yoshlarning taklif va tashabbuslari tinglanib, ularni qo'llab-quvvatlash bo'yicha aniq topshiriqlar belgilab olinmoqda. Milliy gvardiya sohasida ishlayotgan ko'plab qizlarimizga ko'zim tushadi-da. Shu milliy gvardiyada ishlash uchun qizlarimiz qaysi oliygohdan tugatgan bo'lishi kerak? Ishlash bo'yicha o'qish shart emas, lekin bizda kim kirsa, kim o'qishga imkoniyat yaratib beradi. Yangi qizlar boshqa idoralarda, yangi qizlar faqat milliy gvardiya. Bitta kasbga o'rgatishadi. Har 3 oyda bitta kasbga o'rgatib, ularga sertifikat berishadi. Mehnat qilish kerak, o'rganish kerak va natijaga erishish kerak. Elektr sohasi bo'yicha umuman xabarim bo'lmagan va men harbiy xizmatga kelib ko'plab narsalarni o'rgandim. Hozirgina qo'mondon muddatli harbiy xizmatni o'tab bo'lgan yoshlar bilan uchrashuvdan so'ng Milliy gvardiyaning Toshkent viloyati bo'yicha boshqarmasiga tashrif buyurdi va bu yerda muddatli harbiy xizmatni o'tayotgan yoshlar bilan uchrashib, ularning kasb-hunar o'rganishlari uchun yaratilayotgan shart-sharoitlar bilan tanishmoqda. Maktabni tamomlaganimdan keyin aslida armiyani bunaqa sharoitlarga ega ekanligini, bunaqa imkoniyatlarga ega ekanligini bilmagandim. Bitta emas, 3 ta kasb, bitta til va kompyuter dasturlashni o'rganyapman. Avtomobil chiranganlik bo'yicha mana shu yerda shug'ullanyapman, tayyorlanyapman. Men hozirda Milliy gvardiya safida xizmat qilayotganimda, shunday sharoitlardan foydalanib, o'zimni kelajagimga qadam qo'yayotganimdan faxrlanaman. Oslan qo'mondoni javobgarlik hududida vaziyat barqaror. Shaxsiy tarkib kun tartibi bo'yicha shug'ullanmoqda. Faoliyatimdan oldin xo'jangi bilan shug'ullanyapman. Hozirda shug'ullanib kelmoqdaman. Hayotdan bilmagan odam oldiga qaramaydi. O'rganish kerak, qanaqa ega bo'lgan, nimani biz o'tgan, qaysi bosqichlarni o'tganmiz va shuning uchun bosqichlarni o'tib, men o'sha kelajakda qanaqa o'zimning maqsadlarimga erishaman deb yurish kerak. Uchinchisi, uchish apparatlarini boshqarish bo'yicha mashg'ulotlar o'tkazilmoqda. Otryad shaxsiy tarkibi jismoniy zo'riqish va kuch mashqlarini bajarmoqda. Toshkent viloyati sportchilar, komanda sportchilari mashg'ulot bilan shug'ullanmoqda.
harakatlanuvchi guruh shaxsiy tarkibi bilan jangovar tayyorgarlik mashg'ulotlari o'tkazilmoqda. Hozirgina qo'mondonimiz kelib, davlatimiz rahbaridan yaqinda davlat mukofotini qabul qilganligim bilan tabrikladi. Biz harbiy xizmatchilar har doim jismoniy tayyorgarlik, ma'naviy ma'rifiy tayyorgarlik va jangovar va maxsus tayyorgarlik bilan tinimsiz o'z ustimizda ishlab borishimiz kerak. Chunki hozir zamon rivojlanmoqda. Zamonga hamnafas bo'lgan holda taktik harakatlarimizni, jangovar tayyorgarligimizni yanada rivojlantirib borishimiz lozim.